Xo'sh, savollar. Muhammad Odil hizbiylikka ergashadigan adashib ketadi. 1 tiyinga qimmat oqim. Nafaqat 1 tiyinga qimmat, rahmat. Muhammad, nafaqat 1 tiyinga qimmat. Xalqni, yoshlarimizni nimasini hissiyotiga tegishadi, tuyg'usiga tegib aldashadi ular. Ularning o'zlari ham aldangan. Mana men sizlarga bir misol keltiraman. Men o'zim hayotimda to'qnashib xulosa qilganman. 19 yil qamoq jazomni o'tayotgan vaqtimda birinchi 3 yilini, birinchi 1 yilni emas, 1 yilini Zangiotada o'tadim, keyin 3 yilini Navoiy shahridagi 36-jazoni ijro etish muassasasida o'tadim. Ana shu yerda hizbiylar namoz o'qish huquqini tiklash uchun ko'p tortishdi. Bitta boshliq bo'shab ketdi. Yangi kelgan boshliq hizbiylarga ozgina yon berish uchun namoz o'qishga ruxsat berdi. Namozini o'qishdi. Keyin Qurbon hayitida hayit namozini o'qish uchun tashqarida palatka qurib, gilam solib tashqarida namoz o'qish uchun ruxsat berdi va qurbonlik uchun nima ham ovqat ham pishirdi, bayram ovqatini ham pishirdi. Lekin hizbiylar chiqmadi, namozga ham chiqmadi, o'sha bayram taomiga ham borishmadi, yeyishmadi. Hizbiylar nafaqat o'zlari ham, u yerda zonada ozgina emas, qarib 320-350 ga yaqin hizbiylar bor edi. Masalan, 2800 ta mahkumning orasida 350-400 ta 159 bo'lsa, shundan 320 tasi hizbiylar edi. 320 tasi bir katta jamoa mahkum bo'lsa ham. Ular boshqa jinoyat mahkumlariga ham ta'sir qilib, boshqalar ham namozga ko'pchiligi chiqmadi, hayit namoziga. O'sha muassasa boshlig'i pishirib bergan taomni yeyishmadi. Bu ularning jahlini chiqazdi keyin. Qarangda, men keyin qiziqdim, nimaga bunday qildilaring? Namoz o'qishga sizlarga ruxsat berdi. Mana chiqib hayit namozini o'qisalaring bo'lmaydimi sizlar shunday ahli sunna val jamoaman deysizlar. Chiqib namozni ruxsat berdi, namozlaringni o'qisalaring bo'lmaydimi? Taomini yesalaring bo'lmaydimi? Nimaga unday qildilaringsa, biz zolim beradigan, qiladigan iltifotlarni qabul qilmaymiz deydi. Bu provokatsiya-ku. Men aytdim sizlarga, zolim o'zi uchun qilayotgani bu Xudoning yo'li. Zolim beradimi? Boshqa odam beradimi? Yaxshi odam beradimi? Xudoning yo'lida beryaptimi? Sen o iltifotni qabul qilishing kerak. Sen qabul qilmading, demak sen provokator bo'lasan. Yo'q, 320 tasi boshqalarga ham ta'sir qildi. Zona pishirib bergan taomni ham yeyishmadi. Tong sahar o'sha namoz o'qish uchun qilib bergan, hayit namozini o'qish uchun qilib bergan sharoitdan ham foydalanishmadi. O'zlari aslida shu namoz huquqini talab qilishardi. Huquqini bergandan keyin yo'q, biz zolim bergan iltifotdan foydalanmaymiz deyish. Shunaqa provokator ular. Falastinda ham tinchlik kerak deydi. Tinchlikka erishganda ham bunaqa tinchlik kerak emas bizga deydi. Isroilni borib ko'mishimiz kerak deydi. Bu provokatsiya-ku. Bu provokatsiya-ku. Bu aslida bularning siyosati musulmon diniga, musulmon xalqiga qaratilgan. Bularning siyosati. Shuning uchun meni so'zimga ishonmanglar, lekin sizlar analiz qilinglar. Mana o'sha Antikazzob degan kanalni kirib so'zlarini tinglanglar. Faqat urushga chorlaydi musulmon xalqini. Lekin o'zlaridan birortasi harbiy harakatga borib ishtirok etmaydi. Na Afg'onistonga, na Suriyada, na nimaga, Falastinda birortasi borib o'zlari ishtirok etmaydi, na Iroqda. Faqat boshqa xalqlarni urushga undaydi, urush keltirib chiqaradi. Mana shunaqa ishi. Siyosati shundan iborat. O'zing nimaga bormaysangiz, biz faqat bizning vazifamiz xalqqa fikr yetkazish deydi. Mana o'zlari shu bilan tushuntirib o'tirdi. Bizning ishimiz urush keltirib chiqarish. Musulmonlarni mana shunaqa kuchi yetmaydigan urushlarga tiqish degani. Shuning uchun ularning chaqiriqlariga ko'p to'g'ri, sog'lom tahlil qilinglar. Ayniqsa yoshlar, hissiyotga berilmanglar, qaror qabul qilishga shoshmanglar.